beraman. Ular nimasi bilan farqlanadi? Agar to'g'ri bo'lsa bitta like sizlardan bosib qo'yasizlar. Kelishdiga qaranglar. Erkak kishining sevgisi shundayki, u sahroda suv qidirayotgan odamga o'xshaydi. Suv topib, chanqoq qongandan keyin yo'lida davom etadi. Endi unga suv unchalik ham muhim emas. Chanqog'i qondi, nafs to'ydi, ketadi, endi yo'lida davom etadi. Ayol kishi o'sha sahroda soya qidirayotgan odamga o'xshaydi. Endi bir soya topib, uni tagiga kirib olgandan keyin chiqqisi kelmaydi, tashqari issiq bo'ladi-da. O'sha soyani tagida endi u xotirjam, maza qilib yashash xohlaydi. Chiqqisi kelmaydi tashqariga. Bu ayol kishining sevgisi. Hayotga taqqoslaydigan bo'lsa, erkak kishi ham bir qizni, bir ayolni yaxshi ko'radi-da, unga yetib olgungacha harakat qiladi. Seni yaxshi ko'raman, o'ldim, kuydim. Yetib olgandan keyin, nafs qongandan keyin nima bo'ladi? Unchalik ham e'tibor qilmay qo'yadi. Ayol kishi er uchun jonini berib yuboradi, umrini berib yuboradi, hamma narsasini berib yuboradi. To'g'rimi? Siz ko'tarib kelgan narsadan bir tishlam olib yedimi, erkakning zimmasiga ehson, ajr bo'lib yoziladi. Turli joylarga ehson qilamiz. Bilib qo'yinglar akalar. Eng katta ajri, savobi ko'p sarfi xarajat oilaga qilingan sarfi xarajat. Eng zo'r ehson oilangizga, bola chaqangizga, ayolingizga yedirib, kiyintirib, ularni ta'minotini o'rniga qo'yishingiz siz uchun ehson bo'lib yoziladi.